2023-yil 30-aprel kuni umumxalq referendumi asosida Konstitutsiyaning yangi tahrirda qabul qilinishi yangi O'zbekiston taraqqiyot konsepsiyasining huquqiy mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Yangilangan Konstitutsiya mamlakat iqtisodiyotini erkinlashtirish, bozor mexanizmlarini takomillashtirish, halol raqobatni qo'llab-quvvatlash va iste'molchilar manfaatlarini kafolatlashga doir aniq normalarni belgilab berdi. Konstitutsiyaning 65-moddasida davlat bozor munosabatlarini rivojlantirishi va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratishi, iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olgan holda iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini kafolatlashi belgilangan. Ushbu konstitutsiyaviy normalar qo'mitamiz faoliyatining huquqiy negizi bo'lib, mazkur norma bizdan raqobat muhitining shaffofligi va adolatli qonun-qoidalar asosida ishlashni ta'minlashi, iste'molchilar huquqlarini ustuvor himoya qilishni talab qiladi, deydi Raqobat qo'mitasi mas'ul xodimi Asilbek Abdulhamidov. Konstitutsiyaning 65-moddasida davlat bozor munosabatlarini rivojlantirishi va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratishi, iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olgan holda iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini kafolatlashi belgilangan. Ushbu konstitutsiyaviy normalar qo'mitamiz faoliyatining huquqiy negizi bo'lib, mazkur norma bizdan raqobat muhitining shaffofligi va adolatli qonun-qoidalar asosida ishlashni ta'minlashni va iste'molchilar huquqlarini ustuvor himoya qilishni talab qiladi.